Sizlarga daftar uchun bitta zo'r ideya beraman. Bu daftar kirib kelayotgan ro'za Ramazon oyi uchun bo'ladi. Daftarning birinchi betini qoldiramiz va bunga keyinchalik rasm chizib qo'yamiz. Keyingi betidan biz ro'za tutganlik yoki tutmaganlik trackerni yaratamiz. Buning uchun biz 30 ta oy chizishimiz kerak bo'ladi, ya'ni tepadan 5 ta va pastdan 6 ta. Birinchi qalamda va keyin qora gel va ruchka chizib chiqsanglar juda ham chiroyli bo'ladi va keyin uni ichiga shunaqa sonlarni yozib chiqamiz. Bu bizda kunlarni anglatadi. Buni tepasiga ro'za tracker deb yozsanglar ham bo'ladi va keyin ikkita kichkina oy chizib, bittasini ichida bo'yingizlar bu tutdi degani, bo'yamaganlar esa tutmadi. Endi keyingi varog'imizga o'tamiz. Buning uchun bizga 3 ta jadval kerak bo'ladi. Birinchisi bu namoz trackeri bo'ladi. Shunaqa 5 ta chizib olib va uni oldiga shunaqa sanalarni yozib chiqamiz va buni ham gel va ruchkada qilinglar. Uni oldiga ikkita shunaqa jadval chizdim va birinchisi bu zikr uchun, ikkinchisi Qur'on uchun va ular hammasi bir katada. Tepasiga esa shunaqa qildimni har xil markerlarda chizsanglar bo'ladi. Keyingi varog'ga men Allohning 99 ta go'zal ismlarini yozib chiqdim. Bu menga yodlash uchun kerak. Aniqroq qilib esa istoriyada aytib o'taman. Keyingi betimiz esa bu minnatdorchilik varog'i. Videoda ko'rsatganimdek chizib olib, uni oldiga sana va kunni yozsanglar va har kuni minnatdorchilik qotgan narsalarni yozsanglar bo'ldi. Bu bloknotga endi qanaqa